Savdoni rivojlantirish kompaniyasi tomonidan tadbirkorlik subyektlariga taqdim qilinadigan moliyaviy yordam turlari, xalqaro sertifikatlarni olish xarajatlarini qoplab berish, ko'rgazma yarmarka tadbirlarida ishtirok etishda moliyaviy yordam ko'rsatish, biznes seminarlar, treninglar, savdo missiyalari va biznes forumlarida ishtirok etishda moliyaviy yordam ko'rsatish, mahsulotlarni reklama qilish hamda savdo maydonchalarida joylashtirishda moliyaviy yordam ko'rsatish, savdo uylarini ochish va savdo omborlarini ijaraga olish xarajatlarini qoplab berish, sug'urta mukofoti xarajatlarini qoplab berish, mahsulotlar namunalarini chet elga yuborishda moliyaviy yordam ko'rsatish, xorijdan malakali mutaxassislarni jalb qilish xarajatlarini qoplab berish, nufuzli xalqaro brendlarni jalb qilish xarajatlarini qoplab berish, mutaxassislarni o'qitish xarajatlarini qoplab berish, xorijiy vakolatli organlarda milliy mahsulotlar va brendlarni ro'yxatdan o'tkazish xarajatlarini qoplab berish, moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlar asosida yuritishni joriy qilish xarajatlarini qoplab berish, ishlab chiqarish, biznes jarayonlarini avtomatlashtirishda moliyaviy yordam ko'rsatish. 5 daqiqada onlayn ariza topshiring. Elektron manzil subsidiya.epa.usp.uz. Arizalar holatini 24/7 rejimda real vaqtda kuzatib boring.